Real Madrid Betisni mag'lub eta olmadi, Barselona esa Getafeni tor-mor etdi va shu sababli Ispaniya La Ligasida chempionlik poygasi yakunlandi. Do'stlarim, umuman olib qaraganda Ispaniya La Ligasidagi chempionlik masalasi bir necha turlar oldin deyarli hal bo'lgan edi. Sababi oldingi dasturimizda ham aytib o'tgan edim. Barselona 8 talik ochkolar farqini yo'qqa chiqarib qo'yadigan jamoa emas. Ayniqsa mavsum yakunlanishiga 6 ta tur qolganda deya. Lekin shunday bo'lsa-da Madrid klubining ashaddiy muxlislari umid qilgan edilar va mo'jiza kutishgan edi. Mo'jiza esa sodir bo'lmaydi. Albatta, agar bu Angliya Premyer Ligasi bo'lmasa. Endi esa do'stlarim 33-turga kelib Real Madrid va Barselona jamoalari o'rtasidagi ochkolarning farqi 11 tani tashkil etmoqda. Albatta, matematik jihatdan Real Madridda chempion bo'lish imkoniyati mavjud agar Barselona qolgan 5 ta turda mag'lub bo'lib bersa va Real Madrid qolgan 5 ta turning har bittasida g'alaba qozonsa, lekin bu narsa sodir bo'lmaydi. Shuning uchun keyingi 34-turni kutmasdanoq men Barselonani 2025-2026-yilgi La Liga chempionatining yangi chempioni Barselona deya e'lon qilib qo'ymoqchiman. Do'stlarim, Barselona ketma-ket ikkinchi mavsum ham Ispaniya La Ligasida chempion va Real Madrid ketma-ket ikkinchi mavsumni ham sovrinlarsiz yakunlaydi. Ommaviy axborot vositalari esa do'stlarim Real Madrid 2 mavsumlik sovrinsiz holatdan keyin bor e'tiborini murabbiylar shtabiga qaratayotganligi haqida jar solishmoqda. Va menimcha Real Madrid klubining eng katta kamchiligi ham mana shunda edi va buni to'g'rilashning vaqti keldi. Sababi do'stlarim, Real Madrid klubidagi futbolchilarning individual mahorati juda ham yuqori. Tarkib kuchli. Albatta, ushbu mavsumda jarohatlar bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlar jamoani biroz qiynadi, lekin shunday bo'lsa-da umumiy olib qaraydigan bo'lsak, Real Madridning tarkibi haqiqatan kuchli va individual mahoratlarga to'lib yotibdi. Lekin shunday bo'lsa-da jamoadagi muhit yomon bo'lganligi va jamoaviy futbol shakllanmaganining hisobiga na futbolchilarning jismoniy holati jamoani qutqarib qola oldi va na ularning individual mahorati. Do'stlarim, zamonaviy futbol shunday. Individual mahoratlarning evaziga sovrin yutib bo'lmaydi. Bu yerda faqat va faqat jamoaviy o'yin va butun bir mexanizm ishlash kerak. Gapimning isboti Paris Saint-Germainga qarang, Bavariyaga qarang va Barselonaga qarang va Real Madridga ham qarang. Bavariya va Paris Saint-Germain klublarida jamoaviy o'yin bor, butun bir mexanizm. Barselona va Real Madridda esa faqatgina individual mahoratlarning evaziga tayanilgan. Barselona klubida birgina Lamine Yamal bo'lsa, Real Madrid klubida bundaylar juda ham ko'p. Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Valverde, Bellingham. Bularning har biri o'yinning qahramoni bo'lishni xohlamoqda va hamma ular haqida gapirishni xohlaydilar. Bavariya bilan javob o'yini bunga isbot. Kylian Mbappe faqat qahramon o'zim bo'lishim kerak dedi va Viniciusga yaqqol golli vaziyatda uzatma bermadi. Vinicius ham xuddi shunday yo'l tutdi. Bundan maqsad esa hozirgina ta'kidlab o'tganimday, ularning har bittasi o'zim qahramon bo'lsam deydi va hamma men haqimda gapirsa deydi. Bunday jamoa bilan esa sovrin yutish zamonaviy futbolda imkonsiz. Va do'stlarim, endi esa ommaviy axborot vositalarining jar solishicha, kelasi mavsumda Real Madrid klubiga Jurgen Klopp bosh murabbiy bo'ladi. Uning yordamchisi esa Toni Kroos. Do'stlarim, men har safar Real Madrid haqida gap ketganida Real Madrid klubiga kuchli mutaxassis kerak deya ta'kidlayman. Kuchli mutaxassis deganda bu qandaydir taktika, sxemalar qiroli ma'nosida emas. Kuchli shaxslar bilan ishlay oladigan mutaxassis. Chunki nomi chiqmagan, o'z obro' e'tiboriga ega bo'lmagan murabbiy Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Valverde va Vinicius va Bellingham kabi futbolchilar bilan ishlay olmaydi. Bunday futbolchilarni boshqarish va ularning boshlarini bir qozonda qaynatish uchun faqatgina Zayniddin Zidan, Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp, shunga o'xshash kuchli shaxsiyatga ega
mutaxassis kerak edi. Chunki jamoada bosh murabbiyning obro'si futbolchinikidan ustunroq bo'lishi kerak. Aksincha, futbolchining obro'si va martabasi murabbiynikidan ustun bo'lmasligi kerak. Real Madridda esa aynan mana shu muammo bor edi. Xavi Alonsoni ham ular bir tiyinga ilmasdi. Vinicius ham, Kylian Mbappe ham uning ko'rsatmasiga ham amal qilmas edilar. Alvaro Arbeloa davrida ham xuddi shunday. Uning ko'rsatmalari bir chetda qolib, futbolchilar xohlagan va o'zlariga yoqadigan futbolni namoyish etishardi. Lekin do'stlarim, menga ishonavering, agar qirollik klubiga kuchliroq va shaxsiyati bu futbolchilarnikidan kattaroq murabbiy keladigan bo'lsa, jamoaning o'yini aynan mana shu murabbiyning rejasiga quriladi, futbolchilarnikiga emas. Madridga esa aynan mana shunday shaxs kerak edi. Va Yurgen Kloppning varianti bu ideal variant bo'ladi. Albatta, Zayniddin Zidan ham yaxshi nomzod edi, lekin jingalak soch Zayniddin Zidan Fransiya terma jamoasini boshqarish ishqida yonmoqda va shu sababdan u Madrid jamoasiga rad javobini bergan. Lekin menga ishonavering, Yurgen Klopp Real Madridni qisqa muddat ichida oldingi darajasiga olib chiqa oladi, chunki jamoada dunyoning eng zo'r futbolchilari to'p surmoqda. Faqat ularni o'ziga bo'ysundirish va o'zining futbol falsafasiga rozi qila olish kerak xolos. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlarim? Mening fikrimga qo'shilasizmi va Yurgen Klopp boshchiligidagi Madridning Real klubi yana oldingi darajasiga qayta oladimi? Yoki hozirgi Realni Yurgen Klopp ham sovrinlar sari yetaklay olmaydimi? Bu haqidagi fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Va mana shu yerda hozircha sizlar bilan xayrlashaman. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.